Men faxrlanaman bolam. Iloyim mana shu butun yo'llaring bardavom bo'lsin. Ota-onang, bobolaring qanday xursand bo'lsa, men ham iloyim yaxshi kunlaringda sherik bo'layin. Tabrik. Rahmat. Rahmat, xudo xolisa bu o'zbek shaxmatchilarining turnirining boshlanishi. Biz nasib hali Jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman. Rahmat, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Iloyim mana shu niyatlaring bardavom bo'lib, niyatlaring amalga oshsin. Rahmat senga bolam. Men so'zga chiqqanimda menga olib kelishdi, e'lon qildim, butun respublikaga e'lon qildim. Boya ko'rdim videosini, to'g'risi juda ham hayajonlanib ketdi. Juda ham katta rahmat shunaqa. Tabriklayman bolam. Bu hammamizga g'urur bag'ishlaydi. Mana shu o'zbek farzandi biliming bilan, shijoating bilan mana shunga erishding. Men sendek farzandim borligidan yana bir marta faxrlanaman. Tabriklayman bolam. Hech shubha yo'q, men ishonaman bunga. Sog' bo'lgin. Eson-omon yetib kelgan vatanimizga.